2026-yilda soliq qonunchiligidagi asosiy o'zgarishlar haqida gaplashamiz. YTT va o'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar 2026-yildan boshlab aylanmadan olinadigan soliqni 1% miqdorida to'laydi. Lekin bularni yana to'laydigan soliqlari bor. YTT 2026-yil 1-yanvardan boshlab yillik aylanmasi 0 dan 1 milliardgacha bo'lgan davrda har oylik tovar va xizmatlarni realizatsiya qilishdan olgan daromadini 1% miqdorida aylanmadan olinadigan soliqni to'laydi. Lekin bundan tashqari YTT har oyna bazaviy hisoblash miqdorini 1 barobar miqdorda ijtimoiy soliqni ham to'lab berishi kerak bo'ladi. O'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar 2026-yil 1-yanvardan boshlab yillik aylanmasi 0 dan 1 milliardgacha bo'lgan davrda bular ham aylanmadan olinadigan soliqni 1% miqdorida to'laydi va undan tashqari ish stajina ega bo'lish uchun ixtiyoriy ravishda yiliga bazaviy hisoblash miqdorini 1 barobar miqdorda ijtimoiy soliqni ham to'lasalar bo'ladi. YTT va o'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxsning yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan oshib ketadigan bo'lsa, ular foyda va qo'shilgan qiymat soliqi to'lovchi sifatida faoliyatini davom ettiradilar.